Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va studiyamizga kelgan mehmonlar. Barchaga xayrli kech tilab ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizning doimiy muxlislari, efirda siz nima deysiz dasturi. Demak, bugun urbanizatsiya va uy-joy qurilishi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida gaplashamiz. Urbanizatsiya aholining shaharlarda yashash ulushi ortishi, iqtisodiy va ijtimoiy faollikning shaharlar atrofida jamlanishi bilan bog'liq jarayondir. Xuddi shunday, urbanizatsiya mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi, investitsiyaviy jozibadorligi va aholi turmush sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda jahonda urbanizatsiya taraqqiyoti misli ko'rilmagan jadal sur'atlar bilan kechmoqda. Xususan, 2050-yilga borib, dunyo aholisining qariyb 68% shaharlarda yashashi kutilmoqda. Xuddi shunday, O'zbekistonda ham urbanizatsiya jarayoni shiddat bilan bormoqda. Mamlakatimizda so'nggi yillarda aholining turmush darajasini yuksaltirish, fuqarolarni munosib uy-joy bilan ta'minlash hamda zamonaviy yashash muhitini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xuddi shunday. Bugungi dasturimizda biz aynan soha vakillarini taklif qilganmiz. Demak, Murodxon akadan boshlasak, ayni muddo bo'lardi. To'g'ri aytasiz, Dilnozaxon. Murodxon aka, aholining tez o'sishi va yer resurslarining cheklanganligi sababli shaharlarni kengaytirish siyosati o'zgarmoqda. Dastlab shu haqida gapirsangiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana agar gap urbanizatsiya to'g'risida ketsa, birinchi navbatda bu terminda tushunchasini berishimiz kerak. Urban degani grek tilidan bu shahar. Demak, urbanizatsiya jarayon bu shaharlashtirish. Shaharlashtirish bu asosiy shaharsozlik sohani bu muammosi. Endi shaharlar o'sib ketyapti deymiz, kengayib ketyapti. Bu tabiiy, na salbiy, na ijobiy. Bu tabiiy jarayon. Bilasizlarmi, bizning sayyoramizda necha foiz muhitni shaharlar egallaydi. 3% sayyoramizdagi muhitni shaharlar egallaydi. Demak, 97% qolgani bu shaharlar emas. Bu qishloq xo'jalik yerlari va boshqa yerlar. Demak, shahar o'sadi. O'sgandan keyin masofalar kengayadi, uzayib ketadi. Bu sohada qurilish ikkinchi terminimiz bo'lsa, uy-joy qurilish bo'yicha biza kompleks rivojlantirishimiz kerak. Agarda kompleks rivojlantirmasak, bu turar joylar yotoqxonaga aylanib qolish hech gap emas. Odamlar keladi, yotib ketadi, unaqa bo'lish kerak emas. Kompleks qurilish kerak. Bu men o'ylayman, investorlarga bog'liq. Investorlar qurilgan o'ylarni bog'cha, maktab, supermarket, balnis, poliklinikalar, istirohat bog'lar va albatta ko'kalamzorlarni rivojlantirish kerak. O'shanda shahar kengayib ketganligi unchalik bilinmaydi. Chunki har bir hudud avtonom o'zini yashash jarayonini o'tkazib beradi. Tushunarli, rahmat Murodxon aka. O'zbekiston aholisi sonining barqaror o'sib borishi, uy-joyga bo'lgan ehtiyoji keskin oshmoqda. Ayniqsa yosh oilalar sonining ko'payishi, shaharlarga mehnat migratsiyasining kuchayishi hamda iqtisodiy faol hududlarda aholi zichligining ortishi yangi turar joylar va muhandislik infratuzilmasiga bo'lgan talabni yanada kuchaytirdi. Bugungi kunda aholining tez o'sishi va yer resurslarini cheklanganligi sababli siyosat o'zgardi, yer siyosati o'zgardi. Bunda hozir respublikamizda qariyb uy-joy fondining 40% 2-3 qavatli uylarga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda shu respublikamizda qariyb 40% tashkil etadi 2 va 3 qavatli uylar. O'rniga ularning o'rniga yuqoriga vertikal o'sish hisobiga kompleks qurilishlarni amalga oshirish belgilangan. Bunda albatta yashil maydonlari 30% dan kam bo'lmasligi, ijtimoiy soha obyektlari e'tiborga olib nazarda tutilgan. Kompleks jarayonlarni qurish bu yangi so'z emas. Kompleks qurilish bu bizani muvozanatimizni yaratish. Lekin shuni inobatga olishimiz kerak. Mana hozir
ko'ryapsizlar, shaharni ahvoli, tirbandliklar, shunaqa transport birinchi navbatda ko'rilyapti shaharda. Yengil vosita bu eng qulay harakat qiladigan vosita. Lekin peshexod, piyodalar nechinchi navbatda? 3-4 navbatda ularni manfaatlarini inobatga olinmayapti. Chunki kompleks qurilganligi 15 daqiqalik shahar deymiz. 15 daqiqalik shahar, albatta ish joylariga borib kelish 15 daqiqada emas, chunki har hududlarga konservatoriya, har bir hududga ilmiy tadqiqot institutini tiqolmaymiz. Lekin xizmat ko'rsatadigan korxonalar 15 daqiqalarda va albatta ko'kalamzorlar. Mana qaranglar. Men bitta misol keltirmoqchiman. Singapur 1970-yilda o'zi konsepsiyani qilishdi. Transport karkas, odamning skeleti bor. Shaharda ham karkasi bor. Skeleti bu karkas, transport karkasi. Lekin bu kechigi g'oya. Transport karkasdan ko'kalamzor karkasga o'tishi konsepsiyasini Singapur qo'ygan 1970-yilda. 2030-yilda tugatishyapti. 60 yil kerak bo'ldi. Demak, men juda xursand bo'laman. Urbanizatsiya milliy qo'mita yaratilganligi. Mana shular bilan birga hozir biz mutaxassislar agar qo'lni shimarib olib ishlab boshlasak, ko'kalamzor shaharlarga aylantirsak karkasini, balkim 2100-yilga yetib borishimiz mumkin. Nevaralarimiz ko'rishi mumkin. Chunki shaharsozlik loyihalar o'zgartirish bu 10 yillab muddat kerak. Buni inobatga olishimiz kerak. Agarda shu ahvolda hozir rivojlantirsak, mana yangi Toshkent qo'shildi. Agar shularni shu holatda qoldirsak, 10-15 yilda shahrimiz kollapsga aylanish hech gap emas. Mana hozir aglomeratsiya deyilyapti. Bu aholi punktlarini, atrofidagi aholi punktlarini o'ziga tortib oladigan markaz shahar. Toshkent aglomeratsiya hozir bizda bor. Lekin qolgan shaharlar unchalik 100 minglik shahar o'ziga jalb qilmaydi. Shunday savol tug'ildi-da, aynan o'sha qurilish obyektlarida o'sha loyihachi deymizmi yoki nazoratchilar deymizmi, kamchilik, qoidabuzarliklar aniqlashsa, ular tomonidan qanday choralar ko'riladi? Shahboz aka? Urbanizatsiya va shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish respublika markazidan 2023-yil 28-avgustda prezidentimizning 151-sonli farmonlarida bizning markaz tashkil qilingan va 299-sonli qarorlarda, 11-sentyabrdagi qarorlarda funksiyamiz va asosiy vazifalarimiz belgilab o'tilgan. Respublika bo'yicha 119 ta shahar, 1068 ta shaharcha, 7417 ta MFE, ya'ni mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. Bizda asosiy maqsad vazifamiz bu aholi punktlariga bosh rejalar bilan ta'minlash. Ya'ni bosh rejalari nimaga asosan ishlab chiqiladi? Birinchi navbatda urbanizatsiya hisobga olinadi. Keyin aholini turmush tarzi va 20-25 yilga qarab aholini o'sishiga qarab uy-joylar, oldinroq o'zingiz aytdingiz, uy-joylarga bo'lgan talab yuqori deganingizdek, o'sha o'sishi va uy-joylarga bo'lgan talabini inobatga olib bosh rejalar ishlab chiqiladi. Hozirda yuqorida sanab o'tgan aholi punktlarimni 27%ni bosh rejasi bilan qamrab oldik. Prezidentimiz topshiriqlari bo'yicha 2030-yilda strategiya bo'yicha biz maqsad qilib olganmiz o'zimizga shu 27%ni 36% ga chiqarish. Ushbu va keyingi yillarda shuni yanada yuqoriroq qilib, kuchaytirib 100% ga chiqarsak, xudo xolasa shu talablar, uy-joyga bo'lgan talablar, urbanizatsiya jarayonlari hammasi anaqa yechiladi. Avvalambor bugungi ko'tarilgan mavzu ham nihoyatda dolzarb deb hisoblayman, chunki o'sha urbanizatsiya jarayoni, ya'ni mana ustoz aytdilar, shaharni kengaytirish dedilar. Men o'tirib shu gapiryaptilar, meni ko'z oldimga o'sha bizani tirband yo'llarimiz, o'sha yonma-yon qurilgan uylar bilan birga ustoz o'sha qishloq chekadi
odamlarning yashash sharoiti ko'z oldimga kelyapti. Qaysi ma'noda? Biz mana hozir yangi O'zbekiston qurdik, kengaytirdik, o'sha shahar chekkasida hamma sharoitlari bor hudud yaratdik, ya'ni odamlar u yerda yashash uchun barcha sharoitlari bor. Savol tug'iladi, nima uchun biz shu jarayonni, shu urbanizatsiya jarayonini o'sha qishloq joylarga olib kira olmaymiz. Mana chet el tajribasini oladigan bo'lsak, o'zim chet elda bo'lgan inson sifatida o'z ko'zim bilan ko'rganman-da. Hozir biz O'zbekistonda ko'proq shu Toshkentga borib yashasam, Toshkentda ishlasam degan tendensiya rivojlangan bo'lsa, chet elda chekkada borib yashash xohlaydi. Chunki nihoyatda hamma o'sha shaharda nima sharoit yaratilgan bo'lsa, o'sha chekka qishloqlarda borsangiz, bularni tabiatidan boshlab o'sha ko'kalamzorlashtirish, yashash sharoitlari, ish joylari, o'sha nima deydi, ko'ngilochar joylar va hammasi kompleks qurilishda qilinganki, o'zingizni bir shahardan bir uzoqqa ketib qolgan inson sifatida his qilmaysiz. Uni teskarisi, ob-havosi zo'r, sharoitlari zo'r, tabiati zo'r joyda ham yashagingiz keladi, ham ishlagingiz keladi, ham o'sha tirbandliklardan uzoqroq bo'lasiz. Xulosa shuki, men qurilish mutaxassisi emasman, lekin men ana shu Toshkent shahrida domla aytdilar, bu ketishda kollaps bo'ladi dedilar. Ana shu jarayonni oldini olish maqsadida bir fuqaro sifatida aytmoqchimanki, shu urbanizatsiya jarayonini aynan shu qishloqlarimizga kirib borishimiz kerak va insonlarga ana shu kompleks qurilish bilan shahar sharoitini yaratib, shaharni kengaytirish borasida bir chiroyli chet el tajribasidan o'rganib, bir shunaqa bir narsalar qilishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Shahboz, bu fikrlarga izoh bormi? Marhamat. Prezidentimizni 245 sonli 2025-yildagi qarorlarda, topshiriqlarida turizm majmualarini barpo etish bo'yicha 20 ta tuman shaharda master rejasini ishlab chiqish topshiriqlari berilgan. Bunda nimani ko'zda tutilgan? Tog'lik, orol, shunga o'xshash turizmni jalb qiladigan qanaqadir tomonlari bor hududlarni tanlab olingan va ushbu hududga master rejalarni ishlab chiqib, hozirda o'sha qurilish ishlari davom etmoqda. Bunda nima ko'zda tutilgan desak, birinchidan o'sha hududga turizm boradi. Ichki va tashqi turizm. Bu turistlar borgan hududga o'z-o'zidan iqtisodiy barqarorlik, erkinlikka olib boradi. Ikkinchidan o'sha u hududda shunaqa majmualar tashkil qilingandan keyin boshqa hududdan emas, o'sha hududdan ishchilar, ya'ni ish o'rinlari yaratiladi. Va bu yilga, bu o'tgan yilga qilingan ishlar, bu 26-yilda xuddi shu 16 ta tuman shaharda ishlar olib borilyapti. Rahmat. Bugungi kunda o'sha yangi O'zbekiston va yangi Toshkent massivlarini barpo etishda maktab, poliklinika, zamonaviy kommunikatsiyalar, turar joy qurilishlari ham bir vaqtda qurilishi rejalashtirilganmi? Jarayon qanday kechyapti? Shu haqida ham ma'lumot bering. Maktab, bog'cha qurilishlarida men oldingi so'zimda aytganimdek, bosh rejada har bitta maktabni radiusi 1 metr, 1 kilometr, 800 metrdan 1 kilometrgacha qilib standartda olib bosh rejada qo'yiladi, ko'rsatilgan. Bog'chalarga kelsak 300 metrdan 500 metrgacha radiusda. Hozirda prezidentimiz selektorlarida ham topshiriq berdilar. Hokimliklar, hududiy hokimliklar o'sha bosh rejaga asoslanib o'zlarini dasturlarini tuzib olsin. Ya'ni o'sha qaysi bog'cha, qaysi maktabga binolar yetishmayapti, sig'imi kam. O'shanga asosan, bosh rejaga asosan o'sha binosini tashkil qilish, bog'chasini tashkil qilishda ko'rsatib o'tilgan. Shunga asosan ishlar olib borilyapti. Tushunarli. Hozir bir og'iz qo'shimcha qilmoqchiman. Juda ham chiroyli javob berdingiz mutaxassis sifatida. Lekin
man nazarda tutgan narsa va turizm sohasini turistlarni jalb qilish uchun Xorazm, Xiva, Samarqand va boshqa tarixiy shaharlarimizda juda katta ishlar olib borilyapti. Hatto mehmonxonalarga kirsang, chet elda ham bunaqa mehmonxona ko'rmaysan degan gaplarni ham e'tirof etishyapti. Bu juda ham nima deydi, yaxshi va quvonarli holat. Lekin mana ustozimiz arxitektura dizayn universitetidan ekanlar. Hozir mana shaharda deyman, orasida 50 metr ram kelmaydigan joyda domlarni qurgandan ko'ra va bir qator tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar, xalqdan bo'lgan noroziliklarni eshitgandan ko'ra boshqacha bir o'sha siz aytgandek o'sha hududlarni hamma kompleks jihatda qurib odamlarga sharoit yaratib bersa, menimcha nur ustiga alo nur bo'lardi. O'zi qisqagina tez qaytamiz. Billa bo'lasizlar. Biz millionlarimiz, hammamiz har xil bo'lsa bordir. Ko'chalar va mahallamiz farqi. Bugun bir nafasda yurtimning shimoli sharqi. 12-o'yinchi bu har kim. Bitta zarba bir imkon, not 8 million. Birga xuddi bir inson, bu 34 yillik yo'l. 11 qahramon maydonda, 12-si bu sen, bu men, bu biz, birga o'yindamiz. Diareya boshlandimi? Dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi onalar diareyani davolashda Fransiyada ishlab chiqarilgan Enterol dori vositasini tanlaydilar. Diareya keldi, diareya ketdi. Enterol bolalar va kattalar uchun. Formula 1 Sting kabi jaranglaydi. Sting Formula 1 poygalari rasmiy hamkori endi O'zbekistonda. Har lahzani quvvatlang. Bu mening sirim. Estel. Butun mamlakat o'yinda. Isming yozilgan 12-o'yinchi futbolkasini yutib olish imkoniyatiga ega bo'l. Qimmatbaho sovg'alar va 12 avtomobildan biri uchun kurash. Pepsi bilan o'yindasan. Bo'ldi. Biz qaytdik. To'xtagan joyda tomosha qilamiz. Qurilish to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, bu mana Shahbozja aytganlaridek, nafaqat jamoat korxonalar, muhandislik kommunikatsiya siz so'radingiz. Muhandislik kommunikatsiyalarni hozirgi kunda 10 ta xonadon, 10 ta turar joylarga mo'ljallangan bo'lsa, muhandislik kommunikatsiya rejalashtirilgan. U yoqqa agarda 4 ta qo'shimcha o'y qursangiz, ular kommunikatsiyalarni ko'pincha o'tkazishmaydi. Ana u kommunikatsiyalar og'irlik tushadi, o'shandan keyin avariyalar boshlanadi. O'shaning uchun men eslayman, Toshkent bosh plan litiy u vaqtlarda Toshkent plan degan institutda ishlaganmiz. Ilmiy asosnomalar qilganmiz Toshkentni bosh rejasiga. O'shanda bizani muhandislarimiz muhandislik kommunikatsiyalar o'shanda 130-140% qilib mo'ljallab loyihalashtirganmiz. Ana o'sha 30-40%imiz hozir o'zini xizmatini qilib beryapti. Avariyalarga olib kelmasligi uchun. Lekin kompleks qurilishlarni investor, developerlar, застройщикlar, quruvchilarga shularga nazorat qilish kerak. Bular davlat korxonalari tomonidan nazorat qilib, agarda o'y qurilsa, o'ylar, turar joylar qurilsa, albatta muhandislik kommunikatsiya o'ziga mos bo'lish kerak. Hattoki 130-140% mo'ljallanish kerak. Chunki kelajakni o'ylab, keyin maktab bog'chalarni etsak, nima uchun mana hozir maktab yo'q? Qaranglar, ozgina bo'shab qoldi ko'cha. Nima uchun? Chunki odamlar maktablarga mashinada olib borishadi, maktablarga. Maktabga bitta jurnalist mendan press konferensiya berganimda so'radi. Siz aytasiz, jamoat transport rivojlantirish kerak. Qanaqa qilibman? Qishda bolamni shubasi bor, portfeli bor. Darsdan keyin qanaqadir to'garakda ishtirok etadigan uskunalari bor. Qanaqa qilibman avtobusda anaqa Qo'yludan markazga olib boraman. Men aytdim, qizim, siz o'sha maktabga Qo'yludan markazga olib borishingiz kerak emas. Mana Shohruxxon aytdilar. 300 yoki 500 metr masofada bog'cha bo'lish kerak. Yoki maktab bo'lish kerak 1 kilometrga 701 kilometr. O'shanda biza tirbandlikda ancha kamayadi. Hozir ko'ringlar.
chunki maktab yo'q. Keyin boshqa narsalar. Mana bizada bilasizlarmi, 70% xonadonlar yengil vositaga ega, kamida bittaga. Gollandiya, Kopenhagen, Amsterdam 70% bizada xonadonlar yengil vositaga ega. Amsterdam, Kopenhagen 29% aholi mashinaga ega. Qolgani 70% velosipedda qatnaydi. Velo yo'laklar. Mana bu ham urbanizatsiya jarayonining muammosi. Velo yo'laklar, velo infratuzilma va albatta velo parkovkalar. Ularsiz infratuzilma velosipedlarniki rivojlanmaydi. Chunki mashina quplashingiz mumkin. Velosipedni nafaqat uyda yoki turar joyingizda, anaqa yoki ishxonada joy, supermarketga, bog'chaga, aptekaga kirishingiz kerak, velo parkovkalar. Mana O'rdadan Hadragacha velo parkovka yaxshimi yomonmi qilib qo'yishgan. Nima qilib beradi? O'rdadan Hadragacha aylanib yurish kerakmi? Yo'q, zanjirli uzilmas tizim bo'lish kerak. Hamma yo'llarni. Men jonda velosipedda qatnardim, yoshimga qaramasdan. Velosipedda qatnardim. Qatnamayman. Xavfli. Yo'laklar yo'q. Keyin piyodalarning manfaati shaharda nihoyatda birinchi navbatda emas. Rahmat Murodxon aka, fikrlaringiz o'rinli. Mega loyihalar va ekologik yondashuv misolida 20 ming gektar maydonda qad rostlayotgan yangi Toshkent mega loyihasini misol keltirishimiz mumkin. Bu loyiha 1 million aholi yashashi uchun mo'ljallangan ekologik toza va yuqori texnologiyali megapolis bo'lib, unda dunyoning ilg'or 15 daqiqalik shahar konsepsiyasi amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida 420 gektarlik yashil belbog' yaratilib, 200 mingta daraxt ekish va transport tizimini to'liq ekologik, demak, tamoyillarga, ya'ni elektrobuslar, metro, velosiped yo'laklariga asoslash rejalashtirilgan. Va shu o'rinda haqli bir savol tug'iladi. Aytingchi, bunday yuqori hayot standartlari faqatgina poytaxtliklar uchun xosmi degan savol tug'iladi yoki faqatgina poytaxtliklar uchunmi degan savol tug'iladi. Shahboz, mana shu savol bilan sizga murojaat qilamiz. Va yana respublikamizning boshqa hududlarida ham shunga o'xshash loyihalarni barpo etish rejalashtirilganmi demoqchimiz. Marhamat. Xuddi shunday loyihalar amalga oshirilgan. Men yuqorida sanab o'tgan aholi punktlarimni nafaqat shu soha mutaxassislarimiz, balki fuqarolarimiz ham ko'rishlari uchun internetda dshg-shaffof.uz saytimiz bor. Bunda ham men aytgan o'sha aholi punktlari 27%ni ishlab chiqqan bo'lsak, u fuqarolarimiz ham o'sha uylarni ko'rib, qanaqa ertaga buzilishga tushganmi yoki ustidan yo'l o'tganmi yoki o'rniga maktab berilganmi, hammasini ko'rib olishlari mumkin. Ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Xuddi shunday. Keyin masalan maktab uzoq dedilar, juda to'g'ri gapirdilar. Biz o'sha aytilgan radiuslarda maktablarni joylashtirganmiz. Hozir urbanizatsiya qo'mitasi tomonidan qurilish qilish uchun ariza yuboriladi. Urbanizatsiya qo'mitasi tomonidan xuddi shu bosh rejalarga asoslanib, agar funksiyasi va strategiyasi to'g'ri kelmasa, u joylarga rad beriladi. O'rniga o'sha maktabmi maktab qurilishini, bog'chami bog'cha qurilishini yoki boshqa xizmat ko'rsatish obyektimi o'sha qurilishiga amalga oshiriladi. Tushunarli. Qayerdagi qurilish bo'layotgan bo'lsa, istaymizmi yo'qmi, u yerda ekologik barqarorlikka xalaqit berish yoki zarar yetkazishida juda bir ehtimoli baland. Yangi O'zbekiston massivlarini yaratishda aynan ekologik barqarorlik masalalari bu qanday ko'rilyapti? Bunga oid xuddi shu unga ham shu ariza bilan boshlanadi. Qurilish uchun ariza yuboriladi. Shu arizasida ko'rsatiladi qanaqa binolar quriladi va u yerda ko'kalamzorlashtirish maydoni necha foiz. Xo'p. Agar 30% dan kam bo'ladigan bo'lsa, yana shu rad qilinadi. Qachonki 30% gacha ko'rsatilgandan keyin o'sha qurilishga ruxsat beriladi. Shu munosabat bilan ekologik barqarorlik ta'minlanadi. Demak, mana shu urbanizatsiya jarayonida
namunali uylar va paytlar qurilgan edi. Bugungi kunda ham mana shunday bir tamoyil asosida uy-joylar quriladimi? Demak, yosh oilalar soni kengayib bormoqda, ko'payib bormoqda. Ularga bir imtiyozli sifatida xarajati katta bo'lmagan uylar, lekin sifatli qurilgan uylar, hamyonbop uylar qurilishi rejada bormi? Yoki bo'lmasam og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan yolg'iz ayollar uchun ham imtiyozlar bormi? Bu savolga javobni kimdan eshitamiz? Marhamat. Endi hozir oldingi namunali uylar 1 etajlik, 2 etajlik unaqa bosh rejamizda ko'zda tutmayapmiz. Nimaga? Hozir gorizontal emas, vertikal o'sish tarafdorimiz. Chunki qanchalik gorizontal qurilishlar bo'ladiki, biz ko'kalamzorlashtirish maydonlarini yutqazamiz. Shu uchun o'sha vertikal o'sish tartibida o'sha uylar qurilib, o'sha subsidiyalar asosida yosh oilalarga taqdim qilinadi. Demak, rejada bor. Juda ham yaxshi. Qo'shimcha qilasizmi? Marhamat. Qo'shimcha tariqasida bildirmoqchiman. Bu bo'yicha ijtimoiy himoyaga muhtoj, hamda 30 yoshga to'lmagan oilalar uchun albatta imtiyozlar beriladi. Bu nimada nazarda ko'zda tutilgan. Yolg'iz ayollar uchun ham bor. Albatta bo'layapti, ko'zda tutilgan. Oxirgi 5 yillik faoliyat natijalariga ko'ra Qozog'istonda shaharlashuv darajasi ko'rsatkichi Markaziy Osiyo davlatlarida eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan respublika hisoblanadi. Ya'ni u yerda qariyb shaharlashuv darajasi 58% dan 62% ga ko'tarilgan. Endi keyingi o'rinda Turkmaniston Respublikasi turibdi. Turkmaniston Respublikasida bu ko'rsatkich qariyb 54% atrofidagi o'sish sur'atini qayd etgan. Endi o'zimiz 3-o'rindamiz. Bu ko'rsatkichda biz 48% dan 52% ga ko'tarilganmiz. Ya'ni bu o'rta darajadagi shaharlashuv darajasi mavjudligini ko'rsatadi respublikada. Endi urbanizatsiya bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda o'sha yuqoridagi savollar, umumiy fikr mulohazalarni qisman umumlashtirgan holatda, masalan, shaharlashuv jarayonini tashkil etishdi, ya'ni shaharlashuv jarayonini ham emas, bu yerda shahar infratuzilmasini tashkil etish bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda qishloqlarni loyihalashtirish bilan bog'liq bo'layotgan mexanizmda ma'lum bir jihatlarni murakkab xususiyatlari bor. Jumladan biz bozor iqtisodiyoti sharoitida yashayapmiz. Manopa bozor iqtisodiyoti sharoitida yashaganimizdan keyin endi investorlar albatta investitsion samaradorlik darajasi qaysi hududda yuqori bo'lsa, o'sha hududga nisbatan investitsiya oqimini ko'payishi bilan bog'liq bo'layotgan jarayon kuzatiladi. Ya'ni bu yerda shaharlashuv darajasi mavjud bo'lsa ham zaruriy infratuzilmani takomillashuv darajasi ortib ketadi. Shuni hisobidan hududlar o'rtasida ijtimoiy iqtisodiy faollik bilan bog'liq bo'layotgan tafovut ko'rsatkichi baribir saqlanib qolaveradi. Endi o'zimizdagi mavjud holat bilan Qozog'istondagi mavjud holatni taqqosoma tahlil qilib ko'rsak, bizda aholi soni o'sish sur'ati bilan bog'liq bo'layotgan ko'rsatkichda o'rtacha hisobda hozir oilalar sonida masalan mega oila degan ko'rsatkich bor ekan. Mega oilada 3 tagacha farzand bo'lishi bilan bog'liq bo'layotgan jarayon bor ekan. Bu ko'pincha bizda asosan hozirgi kunda o'sha tug'ilish sur'ati bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlar qishloq xo'jaligida ko'p saqlanib qolishi bilan bog'liq bo'layotgan ko'rsatkichlar hisobida ham shaharlashuvni mavjud tabiiy darajasida qishloqlarda ustunligi bilan bog'liq bo'layotgan jarayon ta'minlanib qolaveradi. Shuni hisobidan ham keyin ichki migratsiya bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda ham oxirgi 5 yillik hisob-kitoblar tahlil natijalariga ko'ra o'zimizda ichki migratsiya bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda aynan o'sha markaziy Toshkent, Samarqand, boshqa hududlarga nisbatan ichki migratsiya darajasi 4,5% ga, 4,5 barobarga oshgan. Bu bilan bog'liq bo'layotgan ko'rsatkich juda ham katta tafovut. Boshqa hududlarga nisbatan taqqosoma tahlil qilganimizda bu yana o'sha qishloq va shahar aholisi o'rtasida ham ijtimoiy ham iqtisodiy nuqtai nazardan mavjud tafovutlar darajasini saqlanib qolishiga ta'sir ko'rsatadi va zaruriy infratuzilma bilan ta'minlanganlik darajasi o'rtasidagi tafovutni mavjud chegaraviy miqdorni saqlanib qolishiga asos yaratadi. Hozirda yangi ko'p qavatli binolar qurilishi hamda shiddatli urbanizatsiya jarayonida shahrimizda yashil hududlar hamda ekologik muvozanat qanday saqlab qolinyapti? Yuqoridagi savollarga chambarchasi bog'liq. Mana sinimiz juda o'rinli savol berdilar. Ekologiya. O'zi urbanizatsiya jarayonining 3 ta asosiy omillari bor. Birinchisi aholini joylashtirish. Muvozanatli joylashtirish. Ikkinchi ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish. Ishlab chiqarish kuchlarini nafaqat katta shaharlarga, boshqa shaharlarga, anaqa sayyora shaharlarga yoki aglomeratsiya atroflariga va uchinchi omil bu ekologiya. Ekologiya bu nafaqat oqokalamzorlar emas.
bu aqlli shahar, bu tabiiy qurilish materialini ishlatish, keyin hududlarni transportni ko'kalamzorni muvozanati. Rahmat Murodxon aka asosli fikrlar uchun. Demak, qadrli teletomoshabinlar, bizni tomosha qilganingiz uchun sizga rahmat. Bizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib boryapti. Mavzuyimizni esa keyingi dasturlarimizda biz yana davom ettiramiz, chunki bu dolzarb va barcha uchun qiziqarli bo'lgan mavzu. Hozircha esa xayrlashamiz azizlar. Salomat bo'ling.